Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, bugun biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan Qo'qon Optim qo'y bozoriga kelganmiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib e'tiborlarga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa layklar bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Bugun hafta kuniga seshanba 3-iyun 2025-yil. Biz videolarimizni boshlaymiz. Qo'llari savdolari bo'lyapti mana hozir. internetda ko'rib keldim. Boshqa 200 ta bor. Endi oqatda yo'q. Mana shu yaqinda. 15 ga yetishmaydi. Nangarada 200 ta son. Bundan ham zo'rlari. Berasmi yo'qmi? Evet, siz ko'rgan bo'lganda tomosha qiling. Eshitdinglar aka? Qaysi? Aql 3,5 million. Beylar. Şu an milyondan ekan narxlari so'rab turishibdi. Bering zo'r bo'ldi. Bering olib ketaylik endi shuni. Turdi qancha? Aka qanchadan so'rayapsiz? Ikkitasi 5 million 200 ming. Ikkitasini 5 million 200 mingga so'rashyapti. Berishgan yo'q hozircha. Resmilning o'zi ekoni. Ha? Resmilyapsiz. 7 mas o'tib ber. Yo'q, hali kichkinalar. Shu Optimdan haga 6 million. Qara, qo'yinga o'tib ber. Yo'q, tallanglar tog'a. Savdosi bo'lyapti mana. Bu yerda bitib qolsa ko'rsatib o'tamiz. Bo'lmasam boshqalarni ko'rsatishda davom etamiz. Kam bo'ladi-yu. Bulargami? Kalta va ishlab 19dan bular. 19dan. Ash ikkovsini 19dan bo'ldi. 17dan bering. 19dan narx aytishyapti. Berishgani yo'q. 19dan narx aytishyapti. 17dan bering deb so'rab turishibdi. Mana 750 mingdan. Nima bo'lsa bo'ladi. Pulinglar voy. 88lik 757 22 mana katta qo'chqorlarchidan yetishgan olib pulmishmi? Baqilar. Bitta bor. Ya mana saralarchida, katta saralarchida. Nima? Undan hammasini bergan yaxshi. 2 million 700 dan qilyapti. Avvalga borib suvda qo'yapti. Yo'q. O, endi suvda bo'lyapti. Suvda bilan gaplashyapti. O'zimiz qo'ychi odam. Bu qayt. Mana shu qo'ylarimiz, qo'chqorlarimiz 4 milliondan narx aytishyapti. Shuni olingan chiroyli qo'chqorlar. Yosh oyliklar qanaqa? Bitta oy 8 oylik. Bitta oy 8 oylik atrofida ekan. Kilolari-chi?
kilodan keladi. 35 kilo. 35 kilo 40 kilo atrofida ekan kilolari. Assalomu alaykum, mana Qo'qon chorva bozoriga kelganmiz. Akamizdan hozir ma'lumotlar olamiz. Bu yerda 40 ta qo'chqorlar bor ekan. Sizlarga shularni ko'rsatib beramiz. Narx-navolarni. Oyga ko'rsinlar. Aka nechi puldan bular? Aka, alla olishga bo'lsa 8 dan o'tib beraman. Tanlab olishga 8 dan o'tib beraman deyishyapti. Bular nechi tish aka? Aka 2 tishdan 4 tishgacha qo'zilari ham bor aka. Kilolari yuz tepasida. Kilolarni bilmayman aka. Taroziga ham tortib beraveraman aka. Qanchadan bo'ladi taroziga? Bilmadim aka, taroziga kelishamiz. Kelishamiz va Tortib beryapti. savdolari bo'ldimi? 72, 72 so'm tortib beryapti. Savdolari bo'ldimi? Savdosi aka, u sarig'i savdo qilishdi aka. Qancha bo'ldi shu? O'sha savdo qilishdi, berilmadi aka. Qanchaga berilmadi shu? 6 million 800 ming so'mga berilmadi. O'sha sariq qo'yimiz 6 million 800 ga berishmabdi. Ustiga qo'shsa berishadi. Necha pul bo'lsa ketaveradi shu? 72 bo'lsa ketaveradi. 72 dan ancha o'tib berasiz aka. Ichcha xayrlar beradi. Ha. Chahayrini qilib berishadi. Qurbonlikka olaman degan aka-ukalarimiz kelaverasizlar mana. Seshanba kuni mana bo'lyapti. Qo'qon chorva bozorida. Va kilosi har xil ekanda, ha buni? Ha? O'rtachalari ham bor, kattalari ham bor ekan. 8 dan ham bor tanlash. Demak, nech puldan nech pulgacha bor bu yerda? Aka 7 dan 7 milliondan 7,5 milliongacha qo'ylar bor bu yerda. Aka rahmat. Bozoringiz bo'lsin. Aka, ishqibozlariga telefon nomerlarini qoldiramizmi? Qoldirib qo'yamiz aka. Necha nomeringiz? 97lik 97lik 337 337 1007 ga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, hovli qayerda? aka bizniki chetdan yangi bozor adresi qo'ygan. Mana akamizga bog'lanib, nechta kerak bo'lsa mana sotib olishlaring mumkin. Mana bo'ylar mana 40 ta bor. Ma'qul kelganini tanlab olishlaring mumkin. Bormi aka? Assalomu alaykum. Savdolar bo'lyaptimi? Nechta aka sizda? Va aka, yazmadi. 9 ta ekan ha sizda, ha? Ha, 9 ta. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor ekan. Ularlar butun. Hammasi birga yurgan. Ha? Bitta. Endi so'radi. Nech puldan bular? Oddiy bo'ylab dastlabki bepul. Nech puldan aytyapsiz? 3,5 deyapmiz, kami bor. 3,5 dan aytishyapti. Kami bor. Savdolar bo'ldimi? Qanchadan bo'ldi? 29 dan bir joyga berishmabdi. Hammasini optimga. Nech puldan bo'lsa ketadi bular? Optimiga. 1 millionga qo'yishadi. 3 millionga qo'shsa ketadi deyishyapti. Vodiy bo'ylab dastlabki bepul. Vodiy bo'ylab dastlabkalari bor. beramiz. Kelishilgan holda uzoqroq bo'lsa narxlarga bunday qo'shilib olishi mumkin. Trivislari qancha keladi? 35-40 keladi.
Ha, kattalari 45 kilo ham chiqib qolishi mumkin. Telefon nomeringizni aytsangiz qo'yib ketamiz. Telefon nomerlaringiz 88lik 757 22 telefon nomerlariga qilaverasizlar. Ismingiz nima aka? Abdurahmon akamizga telefon qilaverasizlar. Mana shu qo'ylar bog'lanib olishlar ham mumkin. Kichkina qo'y so'ragan aka-ukalarimizga mana 8 ta qo'chqor, 2 ta so'l. 8 ta qo'chqor, 2 ta sovliq ekan. Mana shulardan 2dan bo'lsa vodiy bo'ylab dastlabki yetkazib beramiz. 2 milliondan hammasini berishaverar ekan. Kashtan qo'ylar ekan mana. Asasi olib, ularda Chiroyli qo'zilar mana. Toshkentni qo'ylar. Toshkentni qo'ylar ekan. Toshkentda yurgan. Necha oylik bular? 2 oylik a? 2 oylik. 2 oylik atrofida qo'ylar mana. Telefon nomerlar shami? Ha. Hozirgi telefon nomerlariga telefon qilaverasizlar mana. Bu qo'ylar ham shu akamizdan. Rahmat. Hoji telefon mashinada qoluvdi. Assalomu alaykum. Aka, savdolar bo'lyaptimi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bitta. 10 bitta mana qo'chqorlarimiz bor ekan, mana shular sotiladi. Ikkitasi 5 milliondan, bittasi 6 million, ikkitasi 5 million, qolganlari 4 million, 4,5 milliondan ekan. Kamlari bor aka. Qanchadan bo'lsa beramiz buni? 4 million 300 dan. Hammasini olsa 4 million 300 dan beraveraman deb aytishyapti. Yana xayriga jinda o'tib berishadi. Mana shu akamizning qo'ylari. Bularni trivislari qanaqa? $65-70 kilami? Mana ularni shunaqa. Ko'ring aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Narxlarni bildik. Buni trivislari qanaqa? Trivisni bular 100 dan kelsa ekan endi. Har xil. Bular 100 dan kelsa, bular endi 80 dan keladi. 100 dan kelsa, ular 80 dan kelar ekan. Tish yorganlari ham bor, aka. Tish yorgan ha. Hammasi bas lekin, ha? Ko'rdim bu yoqqa tish yorgan. Ha. 2 tishmi? 2 tish. 2 tish mana qo'ylar. Nechta olasiz aka? Telefon nomerlaringizni qoldiramizmi? 94lik. Mana shu nomer qo'ydi olmoqchi bo'lganlar mana shu ukamiz aytgan telefon nomerlariga qilaverasizlar. Nechi nomer? 94lik. 94lik 022 022 0807. 0807 raqamlariga telefon qilib bog'lanib olishlari mumkin. Tanlang, mana qo'zlardan tanlang. Uka hormang. Keyin Nech puldan aytyapsiz bularni? bular bu taraf 4 dan deyapmiz. Ha taraf 4,5 dan. Aha. Nechta? Ofish soni? Ofish soni 16 ta. 16 ta ekan.
Narxlari qanaqa? Narxlar hammasi bir yerda 4 dan bo'lsa beramiz. To'rdan bo'lsa beramiz deyishyapti hammasini. Chicha o'tib ham O'tib ham beriladi. Chicha o'tib ham beramiz. Qanchadan bo'lsa ketaveradi hammasiga. Bir tortarga. Bir tortarga bo'lsa 36 dan bo'lsa beramiz. 36 dan bo'lsa hammasi bir joyga ketaverar ekan. Ularni yosh oyliklari qanaqa? 7 oylik, 6 oylik qo'zilar. Aha, Yerda turgan semiz qo'zilar. semiz qo'zilar. Yarim quloqi butun, yarimini sal eni bor. Kilolari qanaqa? Kilolari 50 kilo narxi, 60 kilo. 50, 60 kilo atrofida ekan. Mana shu qo'ylar. Telefon nomerlaringizni berasizmi? 94lik 94lik 022 022 0807. 1807. Har doim bo'ladi. Har doim bo'ladi. Aha. Har bozor shu yerdamiz. Har bozor ukamiz chetda bo'lishar ekan. Telefon qilaverasizlar. Aha, telefon qilishaveradi. Qanaqa qo'y bo'lsa, kattasimi, kichkinasimi? Katta, kichik qo'ylar hammasidan bo'lar ekan. Ukamizda telefon qilib bog'lanib olishlari mumkin. Manzil qayerda endi? Hovli. Hovli Zominda. Ha, Zominda ekan. Videolarga layklar bosib, Muxridozga obuna bo'lamiz. Rahmat aka. Mana uzoq joylardan mana ukamiz kelib, mana Qo'qonga olib kelib, mana sotishyapti ekan. Zominda. Rahmat uka, savdoyingizni bersin. Aka, nech puldan ekan bu qo'ylar? 38 dan deyapmiz, kami bor, kelishtirib beramiz. 38 dan aytishyapti ekan, mana shu qo'ylarni kamlari bor ekan. Aka, soni nechta? Soni 22 ta. 22 ta ekan, osh soniga. Bo'ylari 55 60 atrofida. 70 lisi ham bor ekan. Yosh oyliklari 6 oylikdan o'tgan ekan. Kilolari ham Qulog'i butuni ham bor, kesiri ham bor. mana quloqlari butunlari ham bor ekan. Kesilganlari ham bor ekan. Buni kilolari qanaqa aka? 50 kilo, 60 kilo atrofida ekan. Sotildimi? Aka, buni dona olishsa nech pul bo'ladi? Ofshi hammasini bitta olishsa qancha bo'ladi? Donaga 4 dan kami bor, lashimiga 38 dan kami bor. Donaga 4 milliondan berishar ekan. Bitta hammasini olishga qancha dedingiz? 8 dan o'tib beramiz. 3 million 800 dan o'tib berishar ekan. Sari qo'ylar. Mana egalari. Aka, manzil qayerda? Hovli Zomin Jizzax. Zomin Jizzaxdan mana Qo'qonga olib kelib sotishyapti ekan akamiz. Telefon nomerlaringizni bersangiz aka. Aka, telefon nomeringizni bersangiz qo'yib ketamiz. 98 Mana shu nomerlarga telefon qilib bog'lanishlari mumkin. Aka, yana bor-a bundan tashqari, qo'ylar ko'p ekan. Telefon qilib bog'lanib olishlari mumkin. Hop. Assalomu alaykum. Sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savdolar bo'lyaptimi aka? Bo'lyapti. Nechta aka soni bu yerda?
Soni 15 ta. 15 ta mana qo'chqorlar. Aka buni yosh oyliklari qanaqa? 8 oylik qo'zi. 8 oylik qo'zilar ekan. 8-9 oylik ekan. Bo'ylari 70-65 a? 70 ta tepa chiqadi, 75. Ha, 70 dan oshiq chiqishi mumkin ekan. Taxminan endi Hozir bitta tortib. veslari mana tirik vesi 70 kilodan chiqaverar ekan. Nisbatan aytyapsiz aka endi 5 milliondan. 5 milliondan aytishyapti. Kamlari bor aka. Donaga necha puldan bo'ladi aka? Ofishiga necha pul bo'ladi? Shuni aytib o'tsangiz. Bolaga 200 past bo'ladi, o'pishiga 100 o'tib beramiz. Aka telefon nomeringizni aytsangiz 93 90'lik 133 133 0034. 0039 telefon nomerlariga bog'lanib olishlari mumkin. Aka necha puldan aytyapsiz bu qo'ylarni? Bu qo'ylarda 5,5 ming deyapmiz, kami bor. 5,5 dan mana shu qo'ylarni aytishyapti, kamlari bor ekan. Soni nechta aka? 14 ta. 14 ta ekan. Kilolari qanaqa? Kilolari topmaganmiz uni. Taxminan 85 chiqadi. 70 dan 80 orasida. Katta qo'ylar. Qo'ylar zomin aka. Zominni qo'ylari ekan. Niq semiz qo'ylar bor. Tish yorgan aka ko'p. Ikki tish olmaz. Hammasi mana ikki tish qo'ylar. Qurbollikka olaman deganlarga ham bo'laveradi, balki boqaman deganlarga ham mana bo'laveradi. Aka hammasini bitta savdoga qanchaga bo'ladi? Bir tortadi. Hammasi bitta tortar bo'lsa 5 million so'm. Yana kamlarni ham qilib berasiz aka. Hammasini Endi yuki ham bor aka. Yosh qo'ylarim bor, masalan 45 yil yuki bor. hammasini olisda jinday xayrini qilib berasiz aka. Bunday hammasini olsa bir joyga olsa, Bir joyga olishsa o'tib berishadi. Aka telefon nomerlaringizni aytsangiz 99 lik 024 5902. mana shu nomerlarga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Rahmat aka, ma'lumot uchun.